Şatlık minut, köngül soğgusu. Zerikishga shifolikdir, kulki doğrusu. Riyosetchi so'zlaganda yumor chaqchaqlar, yurak yashnab, har birimizning chiqar hardig'i. Kulkumar aziz do'stlar. Şatlık maqsadi iborat bu ko'ngillik aramgohda yana davomliq jam bo'lib, shirin damlarni biz bilan o'tkazgaysizlar. Men uzundan buyon radio to'lqinlar orqali sizlarga sirdosh bo'lib kelayotgan riyosetchi do'stinglar. Adiljon Abdumet. Ey, qarshonimiz Adiljon Abdumet. Rahmat. Ey, qadrli do'stlar, qadinaslar, turmushning barcha shodliklari bizga yor bo'lsin. Qiziq paranglar qalbimizni harcha g'am qilsin. Ko'ngillik damlarning har vaqt sizlarga yor bo'lishini umid qilib, mana shodlik minutlar programmamizni boshlaymiz. Men Zokra Kiram. Ey, rahmat. Sada. Ayni vaqtida opamni qanday qilib qo'g'lashgan shu bir aslimlarni bir aslab bagina. Oy, ne bunun qiziqib qolding? Voy shu hammasini shunda bir tarixi bo'ladi ekan, muhabbatlashish, ham ishga opam ishqanlarning qanday bir tarixinglar bor ekan debchi. Ayni yildirim o'sha mijazimmo bak ishtikdaman. O'shtamidin? Voy ko'chada ketayotganimda shunda bir chiroyli qiz bilan nayt satbi bir nima ketib berib qarsam qara, bilam. O turuplu kallandı ötmedi. Şu emasmi? Voy bu neymiş bunda oldu deb kallandı ötüp kirib oldu kallamga. To'g'ri zoya ketibdi deydi qiz a. Shuning bilan yugura bir qizni oldik kep. Qizchaq. Ma satning qayini yoqtirib qolgansiz siz ey. Ey. Mandalada vapa yo'q ey, qiz bola ey. Mandalada vapa yo'q. Nima bu ey? O nimançula siz bu adam çıkmadı mı sizge? Mana men sizni mengü baxti qilin men. Men bilan yursangiz men mashta bo'ladi ey bu adam chiroyli degan chiroyligini tanlab bundoq yuradigan gap ey. Men maz kelmanda sizga qanday yurishni xohlamsiz dedim opam. Shuning bilan qiz o'yinlab kuldi. Yeliq sat qarabli qoldilik bilma. Qarabli qoldi menga. Dada. Tushundim. Ey sen nim degan qoltis. Bir qaramkansan jumu dada. Ey bek yomonkansan jumu. Ey bek dadil kansan jumu sen. Shu dadil o'g'anda natija chiqdidan bilam. Rosa shundoq kansan. Voy. Nimani tushundim bu shuningdan sen? Tushundim shu. Ne, sen hechnim tushunmading. Voy, yo tushundim. Sen tushunmading. Qaramishganligingni tushundim. Eliq sen nima shu yerda meni urib yerda yotqizib yot. Kim o? Eliq satchu. Eliq qizlar bilan. Endi menga sat. Shu yerda meni urib yotqizib yotdi. Agapni anglab kimni o'g'is kelmaydi unda desam. Men balnisda ishga yetish jarayonida kunda opasini yo'qlab kelgach, men tamoq yeb keladigan opang bilan tunishib qilib, shuning bilan to'y qilganman. Voy, nima deydi deb bildim. Asla chiroyli. Sizning opang emasdi. O albatta emas bo'ldi-da. Buni hozir qismini shu meni opam tursa. Shu sizning opang bo'lib qolgan. Qiziq, sen onda gapni onda yo'rg'ilitib, bu yoqdan cho'g'iltib so'zigacha, "Mush opam men balni siyatgan vaqtimda tamoq yeb kelgan. Shu yerda biz tanishgan desangni bo'lmadimi?" Yo'q, buning sababi mening doktorxonada yetishimning sababi oldin chiroyli qizlarni uchun tursa. Dada. Opangga demeyjim. Deymi men amdashda desam. Hozirim yurak vag'u oshiningda loq soqidi jim. Dada bo'ldi xil. Opangga dema, ama qirg'an qon besim yuqorilab qoladi va. Unda bo'lsa biz yana so'zlaylik-a. Matlininki umri. Ayali o'zini rasa ashu safani yolg'iz o'z ko'tirib ashu 5 kishilik safaga yiliqi. Ashin mush bir qo'li bilan vachchini ko'tiribla. Astin yana bir qo'li bilan ashu safaning tegidan supurib tozaytibdi o'yliqi supurgi bilan. Shuni bilan bu chaqdaylik matli oyalig'i deydi ekan. Ey xotin. Nima? Nimish qilyapsiz? Nimish ko'zingiz ko'rmamda sizniki?
Muşinchik arılık durup nemish qilayotganimni ko'rmadingizmi? Xotin xopimanga ya. Gapni oz qiling oy. Hey xotin mush uyunda bek ko'p jafo tatdingizmi siz? Ha, shu bilsangiz bo'ldi. Hey, mana ishdan qaytib kelib safani ko'tarib supurib yursiz-da. Uf, ey matli. Rasmini jafo tatdi deb o'yladingizmi? Ha, bek jafo tatsizmi? Bek jafo kechmi siz? Hey, unda bu. Akilat kim ketdi? O'tdan. Hey, bunda quruq gapni qo'yib, shavay safadan bishimni ag'ritmay, ha? Voy, men safadan 5 kishilik safadan men burqlam bilan ko'tarib bo'lolmasam, nima ustiga chiqib taqlab o'ynaysa dem, tushaba gapni oz qilmay yoqqa. Bilan bishimga soldim men. Xopimga xotin ya, jab satish qilib. Shema oyat o'ynag'anama, oyat berib o'ynag'anama. Safani ustiga chiqib, bir xotini bir qo'lda ko'tarib turib, spagel turibdi. Ustida matliva. Ay matli yenik emas, masafadim yenik emas, balkim tasavvurimizda. Matlining belida ishdan to'msa. Rahmat anglashlar qilib matlining yumorlarini yaxshi anglayapsizlar. Unda bo'lgankin biz yana matlining yumoridan yana birini deylik, ha? Matli ağırıp qilib, betap bo'lib qilib, beli ağırıp doktorga beribdi-ku. Şon doktor tekshirib ko'rgandan keyin uningga deydi-ki. Voy, hey doktor. Ha, deb jiddiylashmang. Doktor, hozir tekshirib aldirman, jiddiylashmang. Hozir tekshirib ko'rdim, men natijam chiqdi mana. Börekda tash bakan qarang, xili yo'g'anki, shu belni og'ritibdi. Endi qanday qilaman men? Voy, nimanchi bola qilasiz? Voy, qo'rqmang. Toshmi nima bu tosh? Qanday kirib qolgandi? Voy, qo'rqma, unda jiddiylashning o'rni yo'q. Buning uchun qarang, suvni ko'p ichib, ko'p harakat qilsangiz o'zigidan tushib ketadi. Undami jiddiylashib ketadigan ish emas. O'shda qilsam bo'ladi. Ey doktor, mush tosh xili cho'ngmikan, u tashyapti bunday. Shunday ekan. Amsa tushganda putimga tushib barmoqlarimni ezib qo'ymasa. Azrab qoldim ya men. Nima deydi-qandu? Bu tuzukroq bir gap qiling, menda bir voy bu jonni yashayotgandamda gap qiling, men o'qigandak. Voy, nimda muomala qilsiz? Men kasalning dardini tatarsam kim sizga? Ay, bu börekni tashqanda tushib barmog'ingizni ezib yetadi sizningki. Endi ig'irroq cho'ng'aroq bo'lib qolsa ham tushib gulbonliq. Voy, men chiqaman, ishkini tuyda turar bo'ldi, e'tiqoday sizga. Silkimagan men degan bemor tursam, böregim tashva mening. Mushu bog'da aylanib, yerib ketib, oxir bo'lmay bir daraxtning keyinda birdam yerimdan dam olay deb dam ilib o'tasa, bir qiz bilan bir yigit ikkisi daraxt uyiga kelib, paranglashib o'tiriblam, yigit qizdan so'raydi ekan-ku. Men sizning ko'zingizdan sizning nati yaxshi qiz bola ekanligingizni ko'rdim jumma. Rasma? Yana nimani ko'rdingiz? Yana sizning meni yaxshi ko'rdiganingizni ko'rdim. Aski. O'zingiz aski. Yana nimani ko'rdingiz? Bizning shu kelgusimizni ko'rdim, yiroq kelgusimizni. Qanday? Ata-onangizning bizning to'yimizga qo'shildiganligini ko'ryapman ko'zingizda. Siz nimda yaman? Yana shu yerga keyingi kunlarda bizning nayt xo'shal-xuram turmush kechirdiganligimizni ko'rdim. Ko'zingizning ichiga qarab. Rasma? Bek xo'shib ketib bormanjimi, men gaplaringizni anglab, siz nimda ko'rasiz? Voy, ko'zingizni ichiga qarasam. Ko'zingiz bek yomonki. Voy, yamini ko'ralayman. Yuz so'zlaydi-ku ko'zingiz. Lekin bek xijil bo'lib ketdim. Aski. Voy, bolam. Voy, qizim, xopimman, qo'rqitdim ha. Voy, bu yerda nima ish qilyapsiz? Adam qo'rqityapsiz, cho'chib ketdim. Xopimman. Nima tuyuqsiz bu yerdan chiqib qolsa, abay yo'qdingiz-ku. Yo, men ma yigitning so'zini anglab turibman, bir narsa ne bir so'ray deb yigitdan. Ey bolam, bu xopimman, qiz do'stingizning ko'ziga bir inchikilab qarab beqing, meni ulishkin bir shu ishtim yutayotgani nima-ki u? Bir qarab beqing. Voy, nima deydi-qandu ma buvoy?
Eşekmidi ya. Adılcan ne Ben oldu? tıkınım. Cimcik. Ah bicar balının ilik to'g'ri anlık şey ilik bicar bala tuyuqsiz boyundan chiqqanın qo'rqib yurgi soqishni to'xtab Hazır ilik ko'rgan ko'zlari oqiga ketib qolibdi. tırıngı tushib ketdi shu Tiringi yerda. deb tushib qolibdi. Ishkim kentoq bu ish. Bu halqa. Ishkim. Ha, amma anda yozilib qolib, ish. To'g'ri yezilishi. Nimish bu ichib yapadigan ishni ko'rdim deydiganda deb shu o'zgartib etdimiz hamcha. Uni men endi qanday yozaman bu gapni. Ha, ish qilib abala shuning bilan tiringi tushib ko'zi ko'radigan ko'zim oqiga ketib qolibdi. Shuning uchun tinchib ketgani shu, boshqa gap yo'q. Anlıqlarının gaplarını anlayımız ablikim. Adilcan qizlarni gözüge qarab ona kechishni qilib ekanman. Kechkishni chibul topadi kelmadi. Ha, ah yo'l. Adilka qayda avvallar ham qaytildimmi ya? Voy, qaytildingiz, qarshi olamiz. Ajoyib qaytilib ketdingiz, qarshi olamiz ha. Biz unda yana davomli turdi yumor so'zlaylik ha. Xo'sh, riyosatchilar dialog yumorlari. Riyosatchilar dialog yumorlari. Bir ayol eri ustidan shikoyat qilib sotchini oldiga beribdi mana. Ha, so'chi. Men darhol Jim o'tiring emas, siz gap qotma. Yey. Ha, xo'sh, sendan so'ray. Konkretroq gapiralamsan hozirgi jarayonni. Ha, degina bo'ldi. Dapirma, uni gazetoni setayotganligimni ish ketdidan keyin bilgan tursa. Bu ayolma, bu sifati bilan ayolma, qanday muomala? Bu gazetoni yo'qligini ish ketdidan keyin bilgan tursa, qanday ayol bo'ldi-da? Qanday qilman endi shu ish gapdidan keyin bir kun shu uyda ishim qolmay axir voy bo'ldilar deb bo'ptimi shu quruq cho'pni olsin bu chilab bir ishchayli deb suv qayntay deb shunda qarsam gaz yo'q. Voy bu nima bu gaz tugamidi bu uyda tomoq etilmisi bu qandosiga texmi bir oyni oldida kirib qo'ygan gaz to'ngda qandasi gaz qolmaydi deb shunda qarsam beshig'a gaz to'ng yo'q turdi. Manda gap. Ha, 2 kilo oldi baka. Ha, 2 kilo oldi baka. Ha? Menda yo'q. Mushuningda emsa. Tinib oldi emasmi? Ha? Mush bir aroq ichib kirmagan bo'lsa, uyda o'tirib, aytgan tomog'imni bir yeydigan, tetiydigan bir odam bo'lgan bo'lsa, sizningcha so'tchi deb yiqing, ha? Men tomoq atmay nemish qilaman? Mening sizningcha kunda shu bozordan tomoq yegim bormi? Kunda shu yerim kechida mas kirgan, tomoqni o'ngda atdimmi, so'lda atdimmi, o'xshimidi? Parvoyi palak, buni halab tashlab bersingiz-chi, qarang. Voy, ishni muhmay yalivirdi. Bunda tomoqni qadr qilmadi bilmagan odamga men tomoq etib nima avar bo'laman? Men uyga kirsam chiroyli muomala qilsam, o'xshitib tomoq etib bersang, men ashta qilib deb, talat chiqib aroq ichib deb, ha? Bir pay oyog'ing, o'ng pay oyog'ing so'lda, so'l pay oyog'ing o'ngda. Ma bu usti kiydigan, ostiga kiydigan, usti kiyib, ashta qalaymiqan kirsam, manza xushchiroy, sen kulib turib ishni ochaman degina. Mening ko'nglim uyda suv ichib kelishga ashta qilib aroq ichib talat judim qanday gapami? Ketay anda gastronomni ajrashib ketay. Ras. Tonkayni chaqdim yaxshi nima qilmasa. Mening shu yaqindan buyon toza tutish qobiliyatim tuvallab ketdi desa. Qanday? To'y qilib shu to'y damalish tugab, oyoqim chiqib ketdi. Men o kuni dam olgan, cho'ng uyga tushib tomoq yeyotgan telefon keldi-da. Shu qarsam bir notun o'shnim bor. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimi bolam? Men opingiz bolam. Opingiz? Ha. Qiziq. Opam safat popayk to'qib o'tdasa. Voy, ishingizni qiling, avar qilmay xato urib qolibsiz. Opam uyda. Qanday nima damni xizmat qilib. Bu men shu sizning opingiz. Voy. Birdamdan keyin shu nomerdan yana telefon keldi. Qarsam yana shu nomer terikdimda. Vay bola, men opingiz, siz nada? Opingiz, voy, nimanda bir bodishqaq bir nima, sizlar, Voy, endi bir narsani tuyjan qilib so'rash, bundaq savdo qilish uchun bushdan budishqaq qilamsizlar. Kimsining balanka, ha? Kim mening opam, mening bir opam bor, juma safat
papay to'qiyotdi da. Abim dedim-ku, vurayverma, ahmoqim qana adamda. Qanday nimisi, o'zing chaqlab ish qilib bo'lmasa saqchiq ma'lum qilma bar qilsang. Uy balam, nim bo'ldi? Kimni o'nchitillab ketding deyman. Nim qilyapsizmi telefonda? Voy ya, opam ma birisi telefon qilib qaramayadi, bekorchidan birisi. Birnim deydi, men opangizil deydi, telefonni qo'yversam, yana opangizil deydi. Shuntillatdi, men terik turib yana. Qarami shuni mana. Voy, kalvara, ey balam. Bir qara qilib yurgan ishingni, u sening qiyin opang-ku, mana numeri. Qiyin opang-ku? Uy, men nim deydiganim bu? Chaq qilmag'ina. Qiyin opam-ma? Uy, balam, sen to'yqib bo'lgan esingda bordi, ha? Opam ma telefon numarini yangi kuchli deyapmiz. Uy, balam. Opam rast chiqib men tushdan keyin kuchli deyapman. Mishta go'mish emasmisan balam? Mama numarini yangi kuchli boshqa nomer. Vi qandam qilib. Sen moslash qara. Men telegraf shirkatiga berdim, numarini yangi kuchli dey. Bir tushdan keyin biz o'yin numarini yangi kuchli etgan. Voy, gapni az qilib chiqaman, qiynapani uyga berib kechirim so'rab kelaman balam. Voy, mishta go'mish qilib o'tag'aning sening kelmishdi. Voy, men chiqaman uydan chiqib, men tez bo'laman berib kechirim so'raman. Qanday bordim? Ishqib bilan borsam bola. Bilib boraylik opa. Nimda qiladiqanda? Mana? Voy, bormaya bo'ldi, numarini yangi kuchli qutlayman emaskan. Chiqaman uydan chiqay.